Islam Makhachev so'nggi intervyusida tan oldi. Mushak massasini oshirish unga juda qiyin bo'lyapti. Juda ko'p mehnat qilganiga qaramay, hozirgacha atigi 2 kilogramm mushak to'plagan xolos. Uning aytishicha, vazn orttirish mushak hisobidan bo'lsa, bu sog'lom va samaraliroq bo'ladi. Baku shahridagi turnirdan so'ng esa u Dan White bilan yuzma-yuz gaplashib, kuzda Nyu-Yorkda bo'ladigan katta turnirda Jack Della bilan jang tashkil qilishni so'radi. Makhachevning katta orzusi bor. U afsonaviy Madison Square Garden arenasida jang qilishni istaydi. Barchaga salom, sizlar bilan har doimgidek Tahlil MMA kanali. Ushbu videoda biz Ilya va Oliveira jangini tahlil qilamiz va bir nechta taniqli UFC jangchilarining jang haqidagi fikrlarini ko'rib chiqamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Ushbu dam olish kunlari Topuria Charles Oliveirani mag'lub etishga va yengil vaznda bo'sh bo'lgan UFC chempionlik kamarini qo'lga kiritishga harakat qiladi. Oliveira va Ilya deyarli 90% janglarini muddatdan oldin yakunlashgan. Ular bizni 29-iyun kuni zeriktirib qo'ymasligi aniq. Janglar yakshanba erta tong 8-9lar atrofida boshlanishi kutilmoqda. Ushbu jangdan Oliveiraning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni istaganlar uchun kommentariyada rasmiy omad silkasi mavjud. Saytga kirib, promokod degan joyga Tahlil MMA kaliti so'zini yozib 5 million bonusni olib, Charles Oliveiraning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab toping. Sayt manzili ushbu video kommentariyasida. Barchaga omad, biz yangiliklarda davom etamiz. Dustin Poirier Charles Oliveira va Ilya Topuria jangi haqida fikr bildirdi. Uning gaplari: Topuria jiu-jitsu bo'yicha o'ziga ishongan. Shu sababli u Charlesga yerda jang qilishga qulaylik yaratmoqchi. Biz allaqachon ko'rganmizki, agar raqiblar Oliveiraga yaqinlashib, yerda uning usullaridan qo'rqmasdan ish boshlasa, u qanday reaksiyada bo'ladi? Menimcha aynan shunday paytlarda u o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qota boshlaydi. Menga qolsa, Charles Topuria bilan jangda xuddi men bilan bo'lganidek jang qilish kerak. U o'shanda butunlay diqqatini jamlagan edi. Oliveira men bilan hech qachon ochiqchasiga oyoqda jang qilmagan. Agar biz oyoqda ishlaganimizda ham, u meni klinchda yopib, tanasi bilan harakatimni cheklagan. U doim oktagon markazida yoki panjara yaqinida turish kerak. Charles Topuria bilan klinchda ishlashi, zarbalar almashishidan qochish kerak. Chunki bunday past bo'yli raqib zarbani juda tez yetkazishi mumkin, dedi Dustin Poirier. Jorge Masvidal Ilya Topuria va Charles Oliveira o'rtasidagi jangda o'z fikrini bildirdi. Uning gaplari: Men Topuriani 5-6 yildan beri bilaman va ishonch bilan ayta olamanki, u 10 ming kishidan bittasi. Men hamma bilan birga mashq qilganman, lekin bu yigit boshqacha. Biz birinchi kunni birga shug'ullanganimizdanoq unga aytdim: "Sen chempion bo'lasan, uka." Va menimcha u yengil vaznda chempion bo'ladi. U Charlesni yengadi. U bunga yo'l topadi. Charles yirikroq. Uning oyoq zarbalari, tizzalari, tirsaklari ajoyib jiu-jitsusi, yaxshi kurashi bor. U hamma narsada kuchli. Ammo Ilya u boshqacha, dedi Jorge Masvidal. Ilya Topuria Arman Tsarukyanning Topuria va Charles Oliveira o'rtasidagi jangida zaxira deb belgilanganiga munosabat bildirdi. U yomon qaror qabul qildi. Nega bunday qilganini tushunmayapman. Chunki bu jangda u zaxira jangchi bo'lishi kerak emas edi. Bu jangga u qancha tayyorgarlik ko'rganini bilmayman. Lekin agar Charles va mening ikkimizdan birimizga biror narsa yuz bersa, hattoki men bilan, garchi men bilan hech narsa bo'lmasligiga ishonsam-da, lekin kim biladi, hatto Charlesga qarshi ham unga juda og'ir bo'ladi. Menga qarshi esa umuman imkoniyati yo'q. Hech qanday. Birinchi raund jangning ilk daqiqalari. U nima qilmoqchi? Takedown qilishga harakat qiladimi? Birodar, sen meni yiqita olmaysan, dedi Ilya Topuria. Arman Tsarukyan Ilya Topurianing trash toklariga javob qaytardi. Yaxshisi, Charles bilan jangda hammasi yaxshi bo'lishi uchun duo qil. Chunki men bu diviziondagi sen uchun eng noqulay raqibman. Sen bejizga men allaqachon yengan yigit bilan kamar uchun jang qilayotganing yo'q. Endi aytchi, kim jangdan qochyapti, dedi Arman Tsarukyan. Ilya Topuria necha minut ichida Charles Oliveirani finish qilmoqchi ekanligi haqida gapirdi. Jangning dastlabki soniyalardanoq u mening kuchimni his qiladi. Charles jangni parterga ko'chirishga harakat qiladi, ammo barchasi tez tugaydi, chunki men uni dastlabki 2-3 daqiqada finish qilaman. Charles MMA'da ajoyib natijalarga erishgan. Jangchi sifatida uni hurmat qilaman. Inson sifatida ham u yaxshi yigit. Ammo biz jang qilmoqchimiz. Shuning uchun men va-bankka boraman. Shunchaki ehtiyot bo'l, dedi Ilya Topuria. UFC sobiq chempioni Charles Oliveira Ilya Topuriaga qarshi jang oldidan fikrlarini bildirib ketdi. Oliveiraning gaplari: Ilya meni birinchi raundda nokaut qilaman dedimi? Albatta, men u buni amalga oshirib olishi uchun qimirlamay turaman. Mening fikrim shunday: biz ikkalamiz ham xavfli jangchilarmiz. Faqat oldinga boradigan ikki yigit. Bu ajoyib jang bo'ladi va men raqibimga hurmat bilan yondashaman. Mening maqsadim yakunda mening qo'limni ko'tarishlari, dedi Charles Oliveira.
Ushbu jangda siz kimga muxlislik qilasiz va kimning g'alabasiga ko'proq ishonyapsiz? Ilya Topuria yoki Charles Oliveira? Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan doimgidek tahlil MMA kanali edi. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.